qabul qilishlik bu slabost. Bizda qabul qilganimizdan keyin nima qilamiz? Kurashamiz. Qabul qilolmaganligimiz uchun kurashamizda. Chunki biz o'ylaymizki, qabul qilsak yechilmaydi deb o'ylaymiz. Va ayollar nimaga o'rganganmiz? Davaychi mana rodovoy programmani ham qaraymiz. O'zimizni ham programmamizni qaraymiz. Bizni sabr qilishlikka, lekin his qilishlikka emas. Majbursan shunga tegishlikka, his qilishlikka, masalan, boshqasini sevaman desa, yo'q, his mumkin emas. Bunga tegishingda sabr qilasan. Muhabbat keyin ham kelaveradi, nikoh isitib oladi. Nikohdan keyin issiqlik bo'lib ketadi. Nikohdan keyin issiqlik bo'lmaydi, nikohdan keyin majburlik bo'ladi. Все, ujaligi keyingi maqolishga tushadi. It tekkan osh. Понимаете? Hammasi bir-birini bog'lab olib ketadi. Ayol все it tekkan oshman deb turib, yana чувствовать qilishlikka o'ziga qarshilik qiladi. Уже it tekkan osh bo'lgandan keyin это самооценка вообще ниже плинтуса. Kim чувствовать qildi? Rostini aytinglar, kim чувствовать qildi?